Pastdarg'om tumanidagi pilla xomashyosini qayta ishlashga ixtisoslashgan Elbek TRJ korxonasida Samarqand viloyati tumanlaridagi pillani qayta ishlash korxonalari rahbarlari bilan Vyetnamning pillachilik yo'nalishidagi tadbirkorlarining uchrashuvi bo'lib o'tdi. Mehmonlarni viloyat hokimining o'rinbosari Shunqor Xudoyberdiyev hamda tuman hokimi Vahobjon Murodqobilovlar kutib oldi. Vyetnamlik tadbirkorlar dastlab samarqandlik pillakorlar tomonidan yetishtirilgan ipak mahsulotlari bilan tanishdi va mahsulot turlari hamda sifatiga yuqori baho berdi. Shundan so'ng mehmonlar pilla xomashyosini qayta ishlashga ixtisoslashgan Elbek TRJ korxonasi faoliyati bilan tanishishdi. Tanishuv davomida har ikkala tomon soha yuzasidan o'zaro fikr almashishdi. Uchrashuv so'ngida vyetnamlik tadbirkorlar samarqandlik pillakorlar bilan hamkorlikni yo'lga qo'yish bo'yicha katta qiziqish bildirdi. Mahsulot xaridi bo'yicha kelishuvlarga ham erishildi. Jumladan, Elbek TRJ korxonasidan 5 million AQSh dollariga teng ipak mahsulotini xarid qilish bo'yicha kelishib olindi. Tadbir so'ngida mehmonlarga esdalik sovg'alari ulashildi.